nega ozoda qo'ygansiz ona? Anduhlardan ozod bo'lsin debmi? Armonlardan ozod bo'lsin debmi? Jabrustam, g'urbatu uqubat bolamga kor qilmasin dedingizmi? Shundaymi ona? Erkiyu erkaligi bilan yashasin bolam dedingizmi? Hurligi bilan, g'o'rligi bilan, mag'rurligi bilan sevilsin dedingizmi? Qahrlardan ozod, mehrlardan xurram u shod, hasadlardan foruq, havaslardan farruq yursin dedingizmi onaizor? Nahot ko'ngli guldek nozigu, sabri toshdek qattiq bo'lishi mumkin ayol zotining. Sin desalaru sinmasang, tin desalaru tinmasang, kuylama desalaru kuylasang, kuysang, kuylaganda ham yonib kuylasang, vujudingdan otash chiqib kuylasang, dardlaring ovozingga aylanib lovullasang, yonsang. Ana axiri kul bo'ldi desalar g'animlar, ammo kulning orasidan bir cho'g' bo'lib qaqnusday qayta tirilsang. Ne baxtki cho'g'imni baland qilib yaratgan ekan, ozoda qilib yaratganiga behisob shukrlar bo'lsin.